Navbatdagi bitta ro'mol bilan bitta kiyimlarni 3 xil usulda bezatsanglar bo'ladi desam ishonasizlarmi? Ishonmasanglar videoni oxirigacha ko'ringlar. Avval oddiy ro'moldan bu yil trend bo'lgan gulli choker yasab olamiz. Bilamiz, gulli chokerlar obrazimizni yana ham chiroyli qiladi. Men sizga gulli choker sotib olishingiz kerak demoqchi emasman. Xuddi menga o'xshab uyingizda bor ro'moldan o'zingiz yasab olsangiz bo'ladi. Birinchi usulda shunaqasiga bo'ynimizga bo'ylab olamiz. Men shimimga mosab jigarrang rangli ro'mol tanladim. Siz o'zingizning kiyimingizga mosab xohlagan rangdagi ro'moldan foydalansangiz bo'ladi. Ikkinchi usulda shunaqa remen o'rniga shimimizdan o'tkazib olamiz. Ha, aytgancha e'tibor bergan bo'lsanglar, bu yil shunaqa gulli bel bog'li shimlar juda ham ko'p sotildi. Menimcha oddiy remenga qaraganda ancha stilniroq turdi. Uchinchi usulda shunaqasiga futbolkamizni bezatamiz. Menimcha uylarda yotgan kiygilar kelmayotgan oddiy futbolkalarni endi shunaqasiga kiysanglar bo'ladi. Keyin bu gulli chokerdan aynan men ko'rsatgan usulda, men ko'rsatgan obrazda emas, yana boshqa obrazlarda foydalansanglar bo'ladi. Profilim pasrollariga tushadigan bo'lsanglar, bu gulli chokerdan men o'zim boshqa obrazlarda foydalanib ko'rsatganman. Prosta ko'p qizlar men ko'rsatgan usullarni faqat shunaqasiga kiysa bo'lar ekan, faqat shim bilan kiysa bo'lar ekan deb o'ylab qoladi. Yo'q qizlar, men ko'rsatgan ko'p usullarni boshqa obrazlarda yubkalar bilan foydalansanglar bo'ladi. Yaqinda o'qishga maktabi boshlanadigan qizlar ham kostyumlarni ustidan yubkalar bilan chiroyli qilib foydalansa bo'ladi. Endi yo'qotib qo'ymasligi uchun tez menga obuna bo'lib qo'yinglar.